Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Ozarbayjon chempionatining 13-turida hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev harakat qilayotgan Sabah safarda Turan mehmoni bo'ldi va 3-1 hisobida g'alaba qozondi. 22 yoshli yarim himoyachimiz ushbu o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi va jamoasining 3-golini kiritdi. U 90-daqiqada zaxiraga olindi. Sabah 31 ochko bilan peshqadam bo'lib oldi. Barselona vengri Rafinha Dias jamoadan ketish ehtimoli bor. Xabarlarga ko'ra, braziliyalik futbolchining ko'k anor ranglilar bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning yozida yakuniga yetadi. Hozirda futbolchining xizmatlariga Saudiya Arabistonining bir nechta klublar qiziqish bildirmoqda. Diario Sport nashri bergan ma'lumotlarga qaraganda, Kataloniya grandi rahbariyati Rafinhani bo'lajak jahon chempionatidan so'ng sotib yuborishi mumkin. 28 yoshli futbolchining narxi 90 million yevroni tashkil qiladi. Ma'lumot uchun, Rafinha Barselona safiga 2022-yilda kelib qo'shilgan edi.